Xitoy davlat mudofaa xarajatini %10% ko'paytdi. 7 mart Last Min Flights to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy bu yil davlat mudofaa xarajatini %10% ko'paytgan. Xabarda Xitoyning bu yillik mudofaa xarajatini oshirish nisbati oldingi yillardagiga solishtirganda zo'r darajada ko'payganligi. 2014-yillik davlat mudofaa xarajati 132 milliard dollar, 2015-yillik mudofaa xarajati 145 milliard dollar, 2016-yillik mudofaa xarajati 147 milliard dollar, 2017-yillik mudofaa xarajati 175 milliard dollarga ko'payganligi, 2018-yillik davlat mudofaa xamchoti o'tgan yilga qaraganda %10% ko'paytirilganligini oshkorlagan. Xabarda Xitoy davlat mudofaa xarajatining uzluksiz ko'payib berishining sabablari bo'lsa, Afrikada harbiy baza qurish, dengiz sohasida bexatarlik tadbirlarini oshirish qatorliq sirtqi qarata kengaymichilik qilishga boshlash harakatlaridan kelib chiqqanligi bildirilgan. Xitoy masjid mihroblariga Xi Jinpingning rasmini osdi. Xitoy tarixdan buyon islom diniga va musulmonlarga bo'lgan o'chmanligi va ziyonkashligini Sharq Turkiston xalqiga to'xtatmagan bo'lsa-mu, biroq xalqaro jamiyatdan qo'lidan kelishi yushirib kelgan edi. Xitoy yaqinqi yillardan buyon islom diniga va musulmonlarga bo'lgan dushmanligini haqiqiy oshkorlab, Sharq Turkiston xalqining aqidasi, ibodati, diniy faoliyatiga qaratilgan har xil cheklamalarni bargan siri chingitmoqda. Bo'libmi islom aqidasida eng sezgur ravishda qo'g'dildigan o'rin masjidlarning ho'ylisiga Xitoy bayrog'ini qadishi, hatto masjid ichiga Xitoy bayrog'ini chaplatqizishi yoki osqizganligi buning bir qancha misoli bo'lishi mumkin. Bu qitim Xitoy doiralari musulmonlarning Sharq Turkistondagi eng cho'ng jamiyasi bo'lgan Qashqar Hetgoh jamiyasi Peshayvinidagi mihrobga Xi Jinpingning rasmini chaplab, islom dini va musulmonlarga qattiq haqorat qildi. Hamda islom dini va musulmonlarga bo'lgan o'chmanligini va dushmanligini xalqaroga oshkorladi. Xitoy o'limalarga ziyonkashlik qilmoqda. Turkiyada yashayotgan tijoratchi Abdurahmon Hasan Xitoyning Sharq Turkistondagi qilmishlarini oshkorlab kelmoqda. Xitoy yaqinqi yillardan buyon Sharq Turkiston xalqiga qattiq zarba berish harakatini boshlab, Sharq Turkistondagi o'limalarni, ziyolilarni bir-birlab turmaga qamayotganligi hammaga ma'lum. Abdurahmon Hasan bugun Qashqar shahri Kadrlar sanatoriya mahalla masjidining xotibi, Xitoyning Urumchida ochgan atalmish islom institutida o'qib, diniy ilmni bitirgan Hoshim Qosimning o'tgan yili beshida sababsiz Xitoy soqchilari tomonidan tutib ketilib, aniq bo'lmagan tuhmatlar bilan 17 yil kesilganligini bildirdi. U yana Xitoyning qo'rchoq organi atalmish Uyg'ur Abdunum rayonlik sobiq islom dini jamiyatining raisi, sobiq Hetgoh jamiyasining xotibi marhum Sodiq Qarajimning o'g'li, Qashqar shahar masjidining imomi Umar Sodiq o'tgan yili 6-oyda Xitoy soqchilari tomonidan sababsiz tutib ketilib, hozirgacha aniq xabari yo'qligini bildirdi. Vijdon karvoni Xitoyda. 8 mart Vijdon karvoni Xitoyga yetib keldi. 6 mart saharda Istanbulning Yeni Kapı maydonidan 55 davlat va rayondan kelgan ayollar bilan birga yo'lga chiqqan 150 nafar Sharq Turkiston tashkilotlar birligi vakillari xonimlar bugun Turkiyaning Xitoy shahriga yetib bordi. Vijdon karvoni Xitoyda Suriya hokimiyatining turmalarida asir bo'lib yetayotgan ayol va bolalarni qo'yib berib, ularning haq-huquqini asliga keltirishga chaqiriq qilib bayonot e'lon qilish yig'ini ochdi. Yig'inda Sharq Turkiston tashkilotlar birligiga vakolatan Vijdon karvoniga qatnashgan Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyati ayollar bo'limining mas'uli Munavvar xonim so'z qilib, Xitoyning qattiq bostirishida o'zining iymonidan voz kechmagan, Xitoyning zulmiga bo'y egmagan Sharq Turkiston xalqining salomini elib keldim. Xitoy bizning maydonimizdan, Sharq Turkiston mustaqillik da'vosidan mangu voz kechmaydiganligimizni bilsin deganlarni bildirdi. Vijdon karvoni faoliyati bugun 8 mart tushdan keyin oxirlashdi. Sizlara dunyo madaniyat besi olan Doğu Türkistan'dan ne kadar mazlum olsa da yelmeyen, baş eğmeyen, imanıdan, hak davasıdan vazgeçmeyen Müslüman Doğu Türkistan kadınlarından salam getiriyorum. Erdoğan Türkiston mazlumlarga salam yo'lladi.
Bugun 8 mart Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Fakültetida 8 mart Dünya Ayollar Günü münasebati bilan so'zlagan xitobida Suriyadan Iroqcha, Myanmardan Turkistonga qadar dunyoning har qaysi yerida zulm va bostirishni beshidan o'tkazayotgan ayollarga salom bo'lsin dedi. Suriye'den Irak'a, Myanmar'dan Türkistan'a kadar dünyanın dört bir yanında zulüm altında, baskı altında, tehdit altında yaşayan tüm mağdur ve mazlum kadınları selamlıyorum. Amerika harbiy amaldori Robert Ashley Xitoy o'ylig'inimdanmi cho'ng bir tahdid dedi. Erkin Asiya Radyosu'nun xabarda bildirilishicha, Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi istixborot ishlari direktori Robert Ashley yaqinda Amerika Davlat Majlisida Amerika duch kelayotgan dunyodagi harbiy xavf-xatarlar haqida dokulat berdi. U dokulatida Xitoyni g'arb dunyosiga eng cho'ng tahdid ekanligi, cho'ng bo'lgandami, hozirga qadar faraz qilinayotgandami cho'ng tahdid ekanligini o'ttirg'a qo'ygan. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligining to'r betida tunugun, ya'ni 6 mart kuni e'lon qilingan bu dokulatda Xitoyning navbatda havo, quruqliq va dengizda og'ir darajada buzg'unchilik qilish kuchiga ega zamonaviy harbiy qurol ishlab chiqarayotganligi tilga olindi. Qit'alararo musofirlik va ovozdan tez suratlik bir qancha tür yadro qurollarining nomlari tilga olingan bu dokulatda Xi Jinping taxtga chiqqandan buyon o'ttirg'a ko'tarib chiqayotgan Xitoy tushi va Xitoyning 19-qurultayida o'ttirg'a qo'yilgan dunyoga xo'ja bo'lish strategiyalik planimi eskartildi. Bugun xalqaro axborot vositalarida keng o'rin olgan bu dokulat haqidagi xabarlarda Rossiya o'tgan hafta o'zlarida Amerika boshqariladigan bomba qalqon sistemasi to'sib bo'lolmaydigan qudratga ega yadro quroli borligini oshkora e'lon qilgan bo'lsa-mu, ammo Amerika harbiy amaldorining Xitoyni eng cho'ng tahdid deb ko'rsatganligi eskartildi.